Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop do'stlar, kanalimizda yangi obunachilar obuna bo'lmay ko'rib turganlar foizi 70% ekan, salkam 80% do'stlar. Shunga obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'lar edik va videoroligimizga bir dona like va o'z fikringizni qoldirishingizni so'rab qolardim do'stlar. Sizdan hech qancha vaqt ketmaydi va ketsa 1 daqiqa vaqtingiz ketadi do'stlar. Bugungi videoroligimizda sizlar bilan Galactica Odyssey dasturini ko'rib chiqamiz. Bu dasturimiz haqida oldin ham bir videorolik qilgan edik. Shunchaki sarmoyasiz ravishda hozirda 100% to'lab kelib turgan dasturlardan biri hisoblanadi bu dasturimiz. Dastur manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol ishlashlaring mumkin. Bizdan hech narsa talab qilmaydi. Shunchaki bizdan ketadi, ya'ni internet va telefonimizni ekrani o'chmasa bo'ldi do'stlar. Kechqurun uxlashdan oldin yo ishdami, shunchaki ekranni o'chmaydigan qilib internet yoqib qo'ysangiz, hozir internetlar juda ham yaxshi, o'ta ham arzon bo'lib ketgan internetlar hammada ortib yotgan bo'lsa kerak. Menda o'zimda ortib qoladi internetlar, shuning uchun mana shunday dasturlarni ishlatib hamma sarflanadi do'stlar. Bu do'stlar dastur boy qilib yubormaydi, lekin cho'ntagi telefonda pulini o'zini haligilarini ko'tarib turadi do'stlar. Odamda o'ziga bog'liq, qancha ishlashligiga bog'liq. Internetda sabr qilib ishlansa yaxshi bo'ladi do'stlar. Sarmoyasiz ravishda juda ham pul topish qiyin. Aslida pul topishni o'zi qiyin. Ayniqsa halol yo'l bilan yoki mana shunday sarmoya pul kiritmasdan pul topishni yo'llari juda ham kam va unga yarasha o'zini mashaqqati bor do'stlar. Shunday do'stlar, mana shu yerda pastda endi dastur haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, pastda turli bo'limlar bor, referalniy bo'limi bor do'stlar. Bu yerda referalga setkangiz topishingiz mumkin. Bonus bo'limidan do'stlar, mana shunga o'xshagan dasturlar chiqib keladi do'stlar. Eng oxirgi bo'limda pul chiqarishingiz mumkin. Bu yerda qaysi kunlari aktiv bo'lgansiz, shularni ko'rsatib turadi do'stlar. Bu yerda reyting bor do'stlar. Mana shunday reytinglar bor. Endi do'stlar, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Pul chiqarish uchun list tugmasini bosamiz. Hozir bugunda o'zida do'stlar $920 va 1230 ta odam kirgan. Mana shuncha pul chiqarilgan do'stlar. Bu yerda Payerga chiqarishingiz mumkin, Binance. Do'stlar, bu yerdan Payerga chiqarish mumkin, Binance'ga. Mana bu yerda tranzaksiya bo'limi bor do'stlar. Bu yerdan Instagramga qo'yishingiz mumkin. Promo Instagramga qo'yasiz. Do'stlar, bu yerda chiqargan pullarimiz hozir 7-chi marotaba pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun Payer kerak bo'ladi. Payer ham yoningizda yozasiz. Bu yerga do'stlar e'tibor berib yozing, bo'lmasa tushmay qolishi mumkin. Bosamiz, bo'ldi do'stlar. Xohlasangiz Instagramga ham istoriya qo'yib qo'yishingiz mumkin. O'zingizni silkangizni qo'ygan holda.
Bo'ldi do'stlar. Xohlovchilar qo'yishsin, xohlovchilar qo'ymasin do'stlar. Pullarimiz tez yetib keladi. Buning uchun payerga kirish. Do'stlar, komissiya oladi. Komissiyasi bor, 5 sent komissiyasi bor do'stlar. Shuning uchun 35 sent chiqarmanglar, undan yuqori pulni chiqaringlar, shunda to'lab beradi. 35 sent chiqarsalaring hisoblaringga yetmay qolishligi mumkin. Mana hozir 8:43 soatimiz 8:43. Hech qancha vaqt o'tmasdan to'lab berdi do'stlar. Hop, endi keyingi dasturni ko'rib chiqamiz. Bu ham sarmoyasiz ravishda bir xil do'stlar. Farishta ikkala dastur manzillari shunga o'xshash dasturlar manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. Bu yerda ham nariginda qanday bo'lsa shunday dastur bo'limlar joylashgan. Igrayty bo'limidan o'yinni boshlashingiz mumkin. Juda ham oson do'stlar. Shuni bosamiz. Vivestini bosamiz. 36 sent bor ekan. Bunda ham chiqarganlarimizni ko'rib chiqamiz. 54 sent, 51 dollar. Kamida 2 dollar pul chiqargan ekanmiz do'stlar, 2,5 dollarga yaqin. 1 dollar 4 sent. Bu bilan 2 dollar. Salkam 2,5 dollarga yaqin pul chiqargan ekanmiz do'stlar. Bunda ham payerni tanlaymiz. Bu yerga hisob yozamiz do'stlar, 0.35 yozamiz. 36 yozamiz, chiqarib ko'ramiz do'stlar. Hop, endi do'stlar payerga kirib ko'ramiz. Kelish kerak. Obnovit beramiz. Mana shu holat bo'lishi mumkin, sizda ham. E'tiborli bo'lib chiqaring do'stlar. Iloji boricha shoshilmang. Hozirda obrobotkada turibdi ekan. Iloji boricha ko'proq pul chiqarishga harakat qiling do'stlar. To'lamay qolishligi mumkin. To'laydi aslida-yu, lekin bizni hisobimizda pul yetmaganligi sababli o'rtada qolib ketishi mumkin do'stlar. Shuning uchun mana 33 sent, 2 sent oldi. Yetib keldi do'stlar. Dasturlarimiz 100% to'lovda. Barchangizga taklif etaman do'stlar. Videoga bir dona like va fikringizni kutib qolamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Videoni internetda pul ishlashlik uchun qiziqadiganlarga yuborib qo'yamiz do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishguncha.